Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana shu li mashinamizni katalizatorni eshitganmiz akalar. Katalizator mashinani bo'g'gan, lishni расход ko'paygan, sassiq hidlar chiqqan. Короче, katalizator ichini ahvolini ko'ryapsizlar. Ikkinchi chast yonib ketgan, birinchi chast kuyib qop-qora qurum bo'lgan. Короче, mana shu ko'ryapsizlar, polni zabiti. Buni yarimi sinib maydalanib keyin bunga o'tgan, buni ham eritib yuborgan. Bu ham polni erigan, ko'ryapsizlar? Mana qanaqa erib ketgan. Buni tepasi ham kuyib yotdi, ikkinchi chastdan. Polni erib maydalanib ketgan, mashinani o'shaning hisobiga bo'lgan. Alaykum assalom. Mana shu ham olib kiravering yoki ikkinchi mashinamiz Nexia 3. Akalar Nexia 3 katalizatorini ko'ryapsizlar. Paxtalar to'kilib, mana bunaqa chirib yonib ketgan bu ham ko'ryapsizlar mana. Holatini qaranglar, qanaqa erigan, shaxtaga o'xshab, tunnellarga o'xshab erib ketgan. Bularga ham yangi katalizator, bularga ham yangi katalizator qo'yib beramiz. Olib vaqtiga aloqaga chiqinglar, podpiskalar esdan chiqmasin. Liboy mashinalarga katalizator topiladi. Yangi рабочий yoki xomashyo liboy mashinaning ichini katalizatorini olib tashlab, yangi katalizatorlar qo'yib yoki sajil filtr dizel motorlarga tegishli joyi sajil filtrlarni xohlagan razmerlaringizdan bor. Podpiskalarga esdan chiqmasin. Okalar, sportivniy guzuk, ovoz o'zgartiruvchi qiziqishlar bo'lsa, Pavlov trassa, mana bunaqa polniy trassalarni dvoynashka qilib turib, oxirgi primotoklarni, dodalarini, nasatkalarigacha xohlagan brenddagi nasatkalargacha qo'yib beramiz. Podpiskalarga esdan chiqmasin okalar. Obzorlarni kuzatib boringlar. Xulosalar o'zlaringizdan olinmasdir. Liboy ovoz o'zgartiruvchi, ovoz yo'qotuvchi urushlar xohlagan turlaringizda, xohlagan templarda yasab yoki zakaz qilsangiz o'rnatib qilib yig'ib beramiz.